Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Odamlar yangi qonun nomer 1277 mulk huquqini olib qo'yadi. Uy joyimni tortib olishadimi, yerim davlatga o'tib ketadimi deb xavotirda. Bu mavzu har bir xonadon, har bir yer egasi, har bir tadbirkor va meros kutayotgan oilaga bevosita tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta xato hujjat, bitta e'tiborsiz imzo yoki kadastrdagi bitta muammo kelajakda katta zarar keltirishi mumkin. Men bugun sizga vahima tarqatmayman, aksincha oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, endi nima o'zgaryapti, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin va eng muhimi, mulkingizni himoya qilish uchun bugundan boshlab nima qilishingiz kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday huquqiy ogohlantirishlar odamning puli, uyi va yeri bilan bog'liq bo'ladi. Eng avvalo shuni aniq qilib olaylik. Mulk huquqi bu oddiy qog'oz emas. Uy, kvartira, yer uchastkasi, do'kon, ombor, fermer xo'jaligi, bog' hovli. Bularning barchasi odamning yillar davomida qilgan mehnati, topgan daromadi, oilasining xavfsizligi va kelajagi demakdir. Shuning uchun har qanday yangi qonun yoki qonun loyihasi mulk huquqiga tegsa, odamlar tabiiy ravishda xavotirga tushadi. Avvalgi tartibda ham mulkini olib qo'yish degan mexanizmlar bor edi. Masalan, davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkasi olib qo'yilishi mumkin edi. Lekin bunda odatda kompensatsiya, ya'ni tovon puli, boshqa joydan uy joy berish, ko'chirish xarajatlarini qoplash, baholash, kelishuv va sud tartiblari bo'lishi kerak edi. Amalda esa ko'pchilik nimadan aziyat chekdi? Birinchidan, odamlar hujjatlarni to'liq rasmiylashtirmagan bo'lardi. Ikkinchidan, uyning kadastri bor, lekin yer hujjati yo'q bo'lardi. Uchinchidan, uy ota nomida o'g'il yashaydi, meros ochilmagan bo'lardi. To'rtinchidan, tadbirkor ijara yeri ustiga katta bino qurib qo'ygan, lekin ruxsatnomalar oxirigacha rasmiylashtirilmagan bo'lardi. Ana shunday vaziyatlarda mulk egasi o'z huquqini himoya qilishda qiynalardi. Endi odamlarni cho'chitayotgan yangi tartib yoki onamba 2277 deb tarqalayotgan hujjat nimani anglatadi? Men buni sizga oddiy tilda aytaman. Asosiy xavf shundaki, mulk huquqi faqat meniki degan gap bilan himoyalanmaydi. Endi davlat reyestridagi yozuv, kadastr hujjati, foydalanish maqsadi, qurilishning qonuniyligi, soliq va kommunal qarzdorliklar, sud qarorlari, meros hujjatlari juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Ya'ni kimning hujjati toza bo'lsa, u ko'proq himoyalangan. Kim keyin rasmiylashtiraman, hali vaqt bor, mahallada hamma shunday yashayapti deb yurgan bo'lsa, aynan o'sha odam xavf guruhida bo'ladi. Men bu yerda muhim narsani alohida aytaman. Hech bir qonun oddiy fuqaroning qonuniy uyini bir kunda ogohlantirmasdan kompensatsiyasi tortib olishi kerak emas. Mulk huquqi konstitutsiyaviy himoyaga ega. Lekin qonuniy asoslar bo'lsa, masalan, sud qarori bo'lsa, hujjat soxta bo'lsa, yer noqonuniy egallangan bo'lsa, bino ruxsatsiz qurilgan bo'lsa yoki davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish tartibi boshlangan bo'lsa, mulkka tegishli huquqlar cheklanishi yoki bekor qilinishi mumkin. Farq mana shunda. Birinchi toifa kadastri yo'q yoki hujjat chala bo'lgan uy egalari. Masalan, bir oila 2010 yilda qishloq joyda 6 sotix yerga uy qurgan. Mahalla biladi, qo'shnilar biladi, elektr ulangan, gaz ulangan, lekin kadastr hujjati yo'q. Oila biz 1 yildan beri yashayapmiz, demak bizniki deb o'ylaydi. Hayotda esa bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar kelajakda shu hududdan yo'l o'tadigan bo'lsa yoki yerning huquqiy maqomi tekshirilsa, birinchi savol shunday bo'ladi. Yer sizga qaysi qaror bilan berilgan? Qurilishga ruxsat bormi? Bino davlat ro'yxatidan o'tganmi? Agar javob yo'q bo'lsa, kompensatsiya masalasida ham katta muammo chiqadi. Chunki davlat ko'pincha hujjat bilan tasdiqlangan mulkni tan oladi. Ikkinchi toifa meros rasmiylashtirmagan oilalar. Juda ko'p holatda uy otaning nomida bo'ladi. Ota vafot etganiga 8 yil bo'lgan, lekin farzandlar notariusga bormagan. Uyda katta o'g'il yashaydi. Kichik farzandi Rossiyada, qizlar turmushga chiqqan. Bir kuni uy sotilmoqchi bo'ladi yoki buzilish hududiga tushadi. Shunda ma'lum bo'ladiki, uy hali ham vafot etgan odam nomida turibdi. Kompensatsiya kimga beriladi? Kim imzo chekadi? Kim rozi bo'ladi? Agar merosxo'rlar o'rtasida nizo chiqsa, ish sudga ketadi. Sud jarayoni 3 oy emas, ba'zan 2 yil ham cho'zilishi mumkin. Bu vaqt ichida odam na pul oladi, na xotirjam bo'ladi. Shuning uchun merosni vaqtida rasmiylashtirish mulkni himoya qilishning eng muhim yo'llaridan biridir. Uchinchi toifa yer maqsadini o'zgartirmasdan qurilish qilganlar. Masalan, fuqaro dehqon xo'jaligi uchun ajratilgan yerga katta kafe qurgan
yoki tomorqa yeriga 3 qavatli savdo binosi qurib ijaraga bergan. Tashqaridan qaraganda bino chiroyli, daromad keltiryapti, lekin hujjatli yerning maqsadi boshqa. Yangi tartiblarda aynan foydalanish maqsadi juda jiddiy tekshiriladi. Agar yer qishloq xo'jaligi uchun berilgan bo'lsa, unda savdo markazi qurish mumkin emas. Agar turar joy uchun berilgan bo'lsa, sanoat sexi ochish alohida ruxsatlar talab qiladi. Aks holda jarima, faoliyatni to'xtatish, binoni qonuniylashtirish talabi yoki eng og'ir holatda sud orqali buzdirish masalasi chiqishi mumkin. 4-toifa sotib olgan, lekin davlat ro'yxatidan o'tkazmagan xaridorlar. Buni men juda ko'p uchrataman. Odam uy sotib oladi, pulni beradi, qo'l bilan tilxat yozadi, hatto guvohlar ham bo'ladi. Lekin notariusdan o'tkazmaydi, kadastrda nomini o'zgartirmaydi. Bir qaraganda hammasi yaxshi. Ammo eski egasi vafot etsa, uning merosxo'rlari chiqadi. Yoki eski egasining qarzi bo'lsa, ijro hujjati keladi. Yoki eski egasi uyini boshqa odamga ham sotishga urinsa, yangi xaridor katta muammoga tushadi. Mulk huquqi asosan davlat ro'yxatidan o'tgandan keyin kuchli himoyaga ega bo'ladi. Shuning uchun pul berdim, kalit oldim degan narsa yetarli emas. 5-toifa ipoteka, garov yoki sud taqiqi bor mulklar. Ba'zi odamlar uyini garovga qo'yib kredit oladi. Keyin to'lovlarni vaqtida qilmaydi. Bank ogohlantiradi, qarz o'rtada penya qo'shiladi. Oxirida sud qarori bilan mulk auksionga chiqarilishi mumkin. Odamlar keyin uyimni olib qo'yishyapti deb shikoyat qiladi. Aslida bu yangi qonun tufayli emas, kredit shartnomasi, garov shartnomasi va sud qarori natijasi bo'ladi. Agar siz 3 million so'm kredit olib, umunda oy to'lov qilmasangiz, bank jim turmaydi. Mulk huquqi bor, lekin majburiyat ham bor. Shartnomaga imzo qo'ygan odam uning oqibatidan bilishi kerak. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning uyingiz yoki yeringiz kadastrdan to'liq o'tgan bo'lsa, egalik huquqi davlat reyestrida sizning nomingizda bo'lsa, qurilish ruxsatnomalari joyida bo'lsa, meros yoki oldi-sotdi notarial tartibda rasmiylashtirilgan bo'lsa, soliq va qarzdorliklar bo'yicha katta nizo bo'lmasa, sizning holatingiz ancha xavfsiz. Lekin bu umuman tekshirmasangiz ham bo'ladi degani emas. Chunki ayrim xatolar kadastr bazasida, chegaralarda yoki eski hujjatlarda yashirin bo'lishi mumkin. Masalan, siz 8 sotik yer sotib oldingiz, kadastrda ham 8 sotik yozilgan. Lekin amalda davr 8-7 sotikni egallab turibdi. 7 sotik qo'shni davlat zaxirasidan yoki yo'l hududidan kirib ketgan bo'lishi mumkin. Siz buni bilmasligingiz mumkin, lekin geodeziya tekshiruvida chiqadi. Yana bir misol, uy 1935 yilda qurilgan, kadastr bor, lekin keyin qo'shimcha 2 xona, oshxona, ayvon va 2-qavat qurilgan. Kadastrda esa eski chizma turibdi. Agar baholash yoki kompensatsiya bo'lsa, siz faqat hujjatda bor maydon uchun to'liq talab qila olasiz. Hujjatsiz qo'shimcha qurilish esa bahsli bo'ladi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan masalalarga o'tamiz. Bu qism juda muhim, chunki muammo ko'pincha qonunning o'zida emas, odamning vaziyatni noto'g'ri tushunishida bo'ladi. Birinchi nozik masala. Davlat ehtiyoji bilan oddiy tijorat loyihasini farqlash kerak. Agar yo'l, ko'prik, maktab, shifoxona, elektr tarmog'i, suv inshooti kabi jamoat uchun zarur obyekt qurilsa, yer olib qo'yilishi masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin kimdir xususiy savdo markazi qurmoqchi bo'lib, sizning uyingizni arzon narxda olishga urinayotgan bo'lsa, bu boshqa masala. Siz har doim asosiy hujjatlarni so'rashingiz kerak. Hokimlik qarori bormi? Loyiha davlat ehtiyoji deb tan olinganmi? Baholash kim tomonidan qilinyapti? Kompensatsiya qanday hisoblanadi? Kelishuv loyihasi bormi? Og'zaki gapga ishonib imzo qo'ymang. Ikkinchi nozik masala. Kompensatsiya faqat uyning davri uchun emas. Ko'chirish xarajatlari, vaqtinchalik yashash xarajatlari, yerning qiymati, daraxtlar, qo'shimcha inshootlar, tadbirkorlik faoliyati to'xtashi oqibatida zarar, ijarachilar bilan shartnomalar, uskunalarni ko'chirish xarajatlari ham hisobga olinishi mumkin. Masalan, sizning 120 kvadrat metr uyingiz bor, bozor bahosi 600 million so'm, lekin uyning ichida taqida million so'mlik ta'mir, hovlida irim tub mevali daraxt, alohida garaj, yozgi oshxona va ustaxona bor. Agar baholovchi faqat asosiy binoni hisoblab 1,1 million desa, siz bunga ko'r-ko'rindan rozi bo'lmasligingiz kerak. Mustaqil baholash talab qilish, yozma e'tiroz berish va zarur bo'lsa sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Uchinchi nozik qurilish har doim ham darhol buziladi degani emas, lekin har doim xavf degani. Ba'zi qurilishlarni qonuniylashtirish mumkin bo'ladi. Ba'zilarini esa mumkin emas. Masalan, o'z yer uchastkangiz ichida me'yorlarga zid bo'lmagan
qo'shimcha xona qurgan bo'lsangiz, tegishli tartibda hujjatlashtirish imkoni bo'lishi mumkin. Lekin qizil chiziq ustiga, yo'l hududiga, ariq ustiga, elektr tarmog'i muhofaza zonasiga yoki qo'shni yeriga kirib qurilgan bino ko'p hollarda katta muammo tug'diradi. Shuning uchun avval qurib olay, keyin hujjat qilaman degan yondashuv bugungi sharoitda juda xavfli. 4-nozik masala. Ijara huquqi bilan mulk huquqini adashtirmang. Ayrim tadbirkorlar hokimlikdan yoki boshqa tashkilotdan yer ijaraga oladi, keyin o'zini to'liq mulkdordek his qiladi. Ijara bu egalikning bir turi, lekin abadiy va cheksiz huquq emas. Shartnomada muddat, maqsad, to'lov, bekor qilish asoslari bo'ladi. Agar ijara muddati tugasa yoki shartlar buzilsa, yer qaytarilishi mumkin. Siz u yerga bino qurgan bo'lsangiz ham, bino va yer huquqi alohida baholanadi. Shu sababli tadbirkorlar har bir investitsiyadan oldin yerning huquqiy maqomini advokat yoki kadastr mutaxassisi bilan tekshirtirish kerak. 5-nozik masala. Sud qarorisiz ham ayrim taqiqlar qo'yilishi mumkin. Lekin mulkni yaponiy olib qo'yish odatda jiddiy huquqiy jarayon talab qiladi. Masalan, kadastr organi obyekt bo'yicha ro'yxatga olishni vaqtincha to'xtatishi mumkin. Notarius taqiq borligi sababli oldi sotini rasmiylashtirmasligi mumkin. Ijro organlari qarzdorlik sababli taqiq qo'yishi mumkin. Odam buni mulkimni olib qo'yishdi deb tushunadi. Aslida bu cheklov bo'lishi mumkin. Cheklovni olib tashlash uchun qarzni yopish, sudga murojaat qilish, xatoni tuzatish yoki tegishli hujjat taqdim etish talab qilinadi. 6-nozik masala, xabar keldi degani hali hammasi tugadi degani emas. Ba'zan odamlarga sizning uyingiz buzilish hududiga tushdi. Yer uchastkangiz qayta ko'rib chiqiladi. Hujjatingizda nomuvofiqlik bor degan xat keladi. Ko'pchilik qo'rqib ketadi yoki aksincha xatni e'tiborsiz qoldiradi. Ikkalasi ham noto'g'ri. Har qanday rasmiy xatga rasmiy javob berish kerak. Xatni olgan sanani belgilang, nusxasini saqlang, unda ko'rsatilgan muddatni o'tkazib yubormang. Agar 10 kun ichida e'tiroz bildirish kerak bo'lsa, 11 kuni borsangiz sizning pozitsiyangiz zaiflashadi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Bularni bugun yoki ertaga boshlashingiz mumkin. Birinchi qadam, mulkingiz bo'yicha barcha hujjatlarni bir joyga to'plang. Kadastr pasporti, davlat ro'yxatidan o'tganlik haqidagi hujjat, oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, hokim qarori, qurilishga ruxsat, foydalanishga qabul qilish davlatnomasi, soliq to'lovlari, kommunal shartnomalar. Ijara shartnomalari hammasini alohida papkaga soling. Agar hujjatlar eski bo'lsa, skaner qilib elektron nusxa ham saqlang. Telefoningizda rasm bo'lishi ham foydali, lekin asl nusxalar alohida himoyalangan joyda tursin. Ikkinchi qadam. Kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Kadastr organiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, obyekt sizning nomingizda to'liq ro'yxatdan o'tganmi, maydoni to'g'rimi, chegaralari to'g'rimi, taqiq yoki cheklovlar bormi? Shuni aniqlang. Agar uy amalda 5 kvadrat metr, kadastrda 9 kvadrat metr bo'lsa, darhol mutaxassis bilan maslahat qiling. Agar yer 6 sotiq deyilgan, lekin xaritada boshqa ko'rinsa, geodeziya o'lchovi qildiring. 3-qadam. Meros masalasini cho'zmang. Agar uy yoki yer vafot etgan ota-ona, bobo, buvi nomida turgan bo'lsa, notariusga boring. Merosxo'rlar ro'yxatini aniqlang. Hamma kelishi olsa, ish tezroq bitadi. Agar kelishmovchilik bo'lsa, baribir masalani qonuniy yo'l bilan hal qilish kerak. Oilamizda gaplashib olganmiz degan kelishuv davlat reyestri oldida yetarli bo'lmasligi mumkin. 4-qadam. Hech qanday hujjatga o'qimasdan imzo qo'ymang. Ayniqsa kompensatsiya, kelishuv, ko'chirish, voz kechish, yer almashish, oldi sotdi, ijara bekor qilish kabi hujjatlar juda jiddiy. Agar sizga tez imzo qo'ying, hammaga shunday bo'lyapti, deyishsa shoshilmang. Hujjat nusxasini oling. Uyga olib boring, advokatga ko'rsating. Imzo qo'yganingizdan keyin men tushunmagan edim, deyish har doim ham yordam bermaydi. 5-qadam. Baholashga rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz bering. Og'zaki norozilik ko'pincha izsiz qoladi. Arizada shunday yozish mumkin. Men falon manzildagi mulkim bo'yicha o'tkazilgan baholash natijasiga rozi emasman. Chunki baholashda obyektning bozor qiymati, qo'shimcha qurilmalar, ta'mir xarajatlari, daraxtlar va ko'chirish xarajatlari to'liq hisobga olinmagan. Mustaqil qayta baholash o'tkazishni va menga baholash hisobotining nusxasini taqdim etishni so'rayman. Arizani 2 nusxada bering. Bir nusxasiga qabul qilingan sana va kirim raqamini qo'ydiring. 6-qadam. Noqonuniy qurilish bo'lsa, yashirmang, tekshirtiring. Mutaxassisdan so'rang. Bu obyektni qonuniylashtirish mumkinmi? Qaysi idoraga murojaat qilish kerak? Jarima bormi?
Loyiha talab qilinadimi? Qo'shnilar roziligi kerakmi? Agar bugun bu ishga 3 million so'm xarajat qilsangiz, ertaga 300 million so'mlik uyni himoya qilishingiz mumkin. 7-qadam qarzdorliklarni nazorat qiling. Soliq, ipoteka, kommunal, aliment, sud ijrosi bo'yicha qarzlar mulkka taqiq keltirishi mumkin. Davlat xizmatlari yoki tegishli elektron tizimlar orqali o'zingizning qarzdorlik holatingizni tekshirib turing. Agar taqiq qo'yilgan bo'lsa, sababini aniqlang. Ba'zan eski jarima yoki noto'g'ri hisoblangan qarz tufayli ham mulk bilan bitim qilish to'xtab qoladi. 8-qadam. Qo'shnilar bilan chegara nizolarini oldindan hal qiling. Hovli davori 20 sm nariga yoki beriga siljigani oddiy ko'rinishi mumkin. Lekin sotish, meros, qurilish yoki kompensatsiya payida katta janjalga aylanadi. Geodeziya o'lchovi, kadastr xaritasi va yozma kelishuv bu masalada eng yaxshi himoya bo'ladi. 9-qadam rasmiy manbalarga tayaning. Telegramdagi qo'rqinchli sarlavhalar hammaning uyini olib qo'yishadi degan ovozli xabarlar. Qo'shnining gaplari huquqiy asos emas. Har qanday yangilikni rasmiy qonun matni, davlat organi izohi, yurist sharhi va hujjat raqami bilan tekshiring. Agar siz Amamir 2277 degan raqamni eshitsangiz, avvalo bu qonunmi, qonun loyihasimi? Qarormi, farmonmi yoki shunchaki noto'g'ri tarqalgan ma'lumotmi? Shuni aniqlang. Huquqda bitta so'z ham katta farq qiladi. Demak, men bugun sizga eng asosiy narsani tushuntirdim. Yangi tartiblar mulkni avtomatik tortib oladi degan vahimaga berilish kerak emas. Lekin hujjati chala, kadastr yo'q, merosi rasmiylashtirilmagan, qurilishi noqonuniy, yer maqsadi noto'g'ri yoki qarzdorligi bor odamlar albatta hushyor bo'lish kerak. Mulk huquqini himoya qilishning eng kuchli yo'li hujjatlarni tartibga keltirish, rasmiy reyestrlarni tekshirish, yozma murojaat qilish va hech qachon shoshilib imzo qo'ymaslik. Sizning uyingiz, yeringiz, do'koningiz yoki meros mulkingiz bo'yicha shubhali holat bo'lsa, bugunoq hujjatlarni tekshirishni boshlang. Kutib yurish muammoni yo'q qilmaydi. Aksincha, vaqt o'tgan sari uni murakkablashtiradi. Kommentariyada yozing. Sizning mulkingiz kadastrdan to'liq o'tganmi? Meros hujjatlari joyidami yoki sizda ham xavotirli savollar bormi? Men eng ko'p uchraydigan savollar bo'yicha keyingi videolarda alohida tushuntirish beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir kun kelib kimningdir uyini, yerini yoki katta pulni saqlab qolishi mumkin.